Bo'ston shahridagi Erizon magazini o'zlarimizning Beruniy tumanida Erizon supermarketini ochib ekan. Erizon supermarketini 100 ga yaqin ishchilar kerak ekan. Bular orasida sotuvchi, kasser, охрана, yuk tashuvchi, yuklovchi, keyin parkovka va tozalash xodimi. Agar shunday ishlar izlab yurganlar bo'lsa, shunday ishlarga kiraman deb yurganlar bo'lsa, berib qo'yasizlar. Yana bir narsalarni aytib o'tib ketaman. Tushlik, kechki ovqatlari beriladi ekan, keyin brend formalari beriladi ekan, keyin oylik maoshi, fiksa, KPI, keyin bonus degan narsalar. Fiksa degan bir xil oylik degan qolganlarni aytib o'tib ketamiz keyingi videolarimizda. Keyin barqaror doimiy o'sish ishi, do'stona jamoa, talab etiladigan narsalari, mas'uliyat, keyin halollik, intizomni talab etadi ekan. Men shu yerda bir video qoldirib ketaman. Shu yerda bot orqali, Telegram bot orqali ro'yxatdan o'tasizlar. 30-yanvar kuni chaqirib, har birimiz bilan suhbat o'tkazadi. Yaxshilab anketalarni to'ldirishga harakat etinglar. Mana Beruniy vakansiya Telegram kanalimga tashab qo'yibman mana. Mana shu yerga kirasizlar, Beruniy vakansiya deb qidirasizlar Telegramda. Kirgandan keyin mana shu yerda Erizon ish bor bot deganga mana bosib kirasizlar. Kirgandan keyin startni bosasizlar. Start bosgandan keyin mana ism familiyangizni to'liq yozing deb chiqadi mana. Men o'zim buni ro'yxatdan o'taman mana. Ism familiya bilan aniqlab ko'rsatish uchun o'zim o'tib ko'rsataman mana. Tug'ilgan yilingizni yozing debdi mana. Eshitib ketaverasizlar. Hozir vaqtda mashhur manzillaringizni yozing deydi mana. Manzil Proda deb qo'yaveramiz. Shunday ketaveramiz. Biz bilan bog'lanish mumkin bo'ladigan telefon raqamingizni deydi mana. Nomerimni ham kiritaman mana. Oliy deb qo'yamiz. Ma'lumotimiz so'rayotir. Mutaxassislik, qanday mutaxassislikka kirajaksiz? Sotuvchi deb qo'yamiz. Shunday to'ldiraveramiz mana. Hozirgi vaqtda ishlaysizmi yoki o'qiysizmi degan ma'nosi bor ekan. Shu yerlarni ham ko'rishtirasizlar. Yo'q deb qo'yaman men. Oldin ishlagan joylaringiz debdi. U ham yo'q deymiz. Menda yo'q. Bor bo'lsa yozasizlar. Eng so'ng ishlagan joyingiz deydi. Ulardan yo'q. Shunday to'ldirasizlar. Eng oxirgi ishlagan ish joyingiz debdi yana. Shuni iloji boricha to'liq to'ldirishga harakat etinglar. Men prosta yo'q deb qo'yaman. Bor deb qo'yamiz. Haydovchilik guvohnoma bor. Farzandlar, oilangiz so'rayotir. Shulardan to'ldirasizlar. Ana shunday dedi to'ldirib yuborasizlar. Agar ro'yxatdan edi to'g'ri keladigan bo'lsanglar, darrov sizlarni suhbatga chaqirib ishga oladi mana. Ishda bo'lib olsangiz bo'ladi. 100 ga yaqin ishchini oladi.